Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Nissan Tiana mashinasi. Akalar, mashinamiz 2009-yil ishlab chiqarilgan, 270 ming kilometr bosib o'tgan 2.4 motor. Motori ходовой korobkasi, elektronikasi ideal holatda. Mashinamizda matviy derskiy rangi sepib qo'yilgan. Suviga but-butun zaslonkalargacha bor mashinamizga Nissanga stage 1 urib qo'yilgan akalar. Ichlari ham juda ham chiroyli. Mana buni qaranglar, takoy mokriy asfalt, saka diskelada turibdi. Juda ham chiroyli rang tanlangan, adashmasam. Shahar ichida 10 ta 11 ta benzin yeydigan mashina. Okalar, eng qizig'i krugovoy tonirovkasigacha rashinasi bor. Balonlarning holati zo'r, pechka, konditsioner, hamma narsasi ideal holatda. Orqasida o'zini kameralari bor, juda ham chiroyli, skromniy faralari. Sizlar bilan bitta interyerni ko'ramiz. Interyeri ham juda ham chiroyli, skromniy. Multifunksiyonalniy rul, cruise control, orqa shtorkalar, stiklopodъемniklar, детский rejimlar, o'zini Android mikrofoni, changer, 6 disk o'qiydi. Oldi sidinalamizda perforatsiya mavjud, abagrev ham, abdufam bor. Oldi sidinamizda atamankalargacha ham bor. Mashinamizda eng full komplektatsiya, ya'ni panorama tom okalar ko'rsanglar bo'ladi. Kimga shu mashinamizda qiziq bo'lsa, narxi 9600 AQSh dollari bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Nissan Tiana mashinasi.